Ta'ziya. Afsuski, prezident safdoshi 73 yoshida vafot etdi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. 26-iyun kuni Rossiya sobiq mudofaa vaziri va prezident administratsiyasining sobiq rahbari Sergey Ivanov 73 yoshda vafot etdi. Bu haqida u faxriy prezident bo'lgan VTB Birlashgan Ligasi ma'lum qildi. Ivanov Putin davrining eng ko'zga ko'ringan rossiyalik mulozimlaridan biri edi. U Leningradda tug'ilgan. Leningrad davlat universitetining filologiya fakultetini, so'ngra Minskdagi qisqartirilgan DXQ oliy kurslarini va SSR DXQ Qizil bayroqli institutini tamomlagan. 1970-yillarning o'rtalaridan boshlab Ivanov davlat xavfsizlik organlarida xizmat qilgan, jumladan xorijda ham ishlagan. Vladimir Putin bilan esa Leningrad DXQ tizimida ishlab yurgan kezlaridanoq tanish bo'lgan deyilgan xabarda.